Endi azonni duosini o'qiy turganda kim muazzinni aytgan duosini, aytgan kalimatlarini aytsa va muazzin kalimalarni aytib bo'lgandan keyin kim menga salovat aytsa deganlar payg'ambar alayhisalom. Demak, salovatning o'rni azondan keyin bo'ladi. Salovat aytsa va buni duoni o'qisa, Allohumma robba hazihi da'vati tamma, bu duo bu. Duo muazzin ham, orqada turganlar ham salovat aytgandan keyin bu duoni aytish kerak. Bizda to'g'ri Allohumma robba deb ketaveradi. Unaqa emas, avval birinchi o'rinda salovat turadi. Salovatning o'rni xullas shu azondan keyin kim mana shu duoni aytsa va Alloh taborak va taolo deganlar payg'ambar alayhisalom bir maqom berar ekan, bir maqomi Mahmudni Alloh taolo bitta kishiga berar ekan. O'sha maqomni kim menga so'rab bersa shu azonidan keyin men u odamni shafoat qilaman deganlar. U maqomga bitta odam chiqsa kerak va o'sha men bo'lsam kerak degan umidim bor deganlar Rasululloh. Hazrat Bolanpuri rahmatullohi alayhi aytadilarki, go'yo biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga shu azonda kalimatlarni aytib turib duo qilib berayotganimizda Rasululloh alayhi vasallamga o'sha maqomda Xudo berishini biz so'rayapmiz. Biz go'yo saylovda ishtirok etyapmiz. Biz u kishiga ovoz beryapmiz. O'sha yerga bitta nomzod bor ekan o'sha maqomga Rasululloh chiqsinlar deb nomzodlikka biz ovoz beryapmiz.